2025-yil haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. O'zbekiston havo ifloslanishi bo'yicha birinchi o'ringa chiqdi va yomg'ir yog'ishi uchun namoz o'qildi. Otalar so'zi boshlovchisi vafot etdi. Robotlar bizga kelib o'ynashni o'rgandi. Tamayev O'zbekistonga keldi. Tamayev Sanjik bilan poyga uyushtirdi. Burj Xalifada O'zbekiston bayrog'i ko'rsatildi. Anoshkani uyi yonib ketdi va u yangi Kia K5 avtomobilini 19 yoshida sotib oldi. Pokoyo raqsi trendga aylandi. O'zbekiston prezidenti Amerikaga tashrif buyurdi. Donald Trump prezidentimizga ko'zini qisdi. G'ayrat Do'stov zapravkani gapirgani uchun 15 sutkaga qamaldi. Rossiyada rus bola tomonidan 10 yoshli tojikistonlik bola o'ldirildi. Qo'qonlik tabib 10 sutkaga qamaldi. Toshkentda vape taqiqlandi. Sanjik bir qizni uyini tortib olganligida ayblandi. Jasmin Turkiyada qamaldi. O'zbekistonda Yandexga qarshi boykot bo'ldi. Humus xakerlar hujumiga uchradi. Humus kompaniyasi bankrot deb topildi. O'zbekistonda chiroqqa 250 kilovat limit qo'yildi. Qora aka laqabli Abdulloh TikToker qamaldi. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi va Portugaliyaga qarshi tushdi. O'zbekistonlik o'yinchi Husanov Manchester City klubiga o'tdi. O'zbekiston prezidenti FIA rahbari bilan uchrashdi. Formula 1 O'zbekistonda o'tkazilishi rejalashtirildi. Charles Leclerc O'zbekistonga tashrif buyurdi. Baxti Tashkentskiy qamoqdan chiqdi. GTA 6 o'yini bu yil ham chiqmadi. Claire Obscure yil o'yini deb topildi. Toshkentda Burger King ochildi va menyusi rus tilida yozilganligi uchun juda ko'p heytlar bo'ldi. Toshkentdagi archa uzunlik bo'yicha dunyoda ikkinchi o'rinni egalladi. Brainrot O'zbekistonda ham trendga aylandi. Termiz shahrida talaba yigit o'zini binodan tashladi. Telefonchi blogerlar ko'payib ketdi va bu orqali qizlar ham mashhurlikka erishdi. Trump qayta prezident bo'ldi. Rossiya va Ukraina urushini to'xtatishni va'da berdi. Trump Putin bilan ko'rishdi, lekin urushni to'xtata olgani yo'q. Green Cardda bekor qilindi. Ozoda Nursaidova klipida Sabrina Jabborovani mashina urib yubordi. Sabrina Jabborova operatsiya uchun Turkiyaga ketdi. Unga Ozoda Nursaidova, Jasmin va Munisa Rizayeva yordam berishdi. Bu yil Paxtakor klubi kubokni qo'lga kiritdi. Telegramda eski gullar sotiladigan kanal ochildi. WhatsApp Rossiyada bloklandi. O'zbekistonda kvadroberlar paydo bo'ldi. Yumshoq o'yinchoqlar avtomati juda mashhur bo'lib ketdi. Oy quyosh tutilishi bo'ldi. Kitobxon Xayrulla Asadov O'zbekistonda mashhur bo'lib ketdi. Tirik kitob 4 yillik orzusiga erishdi. Dunyoda sun'iy intellekt juda mashhur bo'lib ketdi. Uy ishlarini bajaradigan robotlar yaratildi. Kamol Qahhorov uylandi. Toshkentda eshiksiz balkonlar qurildi. Tio Timur va senator kurashdi. Dilemi ajrashdi va ikkinchi marta uylandi. Yaponiya Namanganda robot assistent xirurgiyasini joriy etdi. iPhone 17 Pro Max chiqdi. Avtobusda naqd berish bekor bo'ldi. O'zbekiston Amerikaga 100 milliard dollar investitsiya qildi. KAFA U17 chempionatida O'zbekiston birinchilikni oldi. Olympic City stadioni ochildi. O'zbekistonda birinchi marta pivo festivali bo'lib o'tdi. AQSh Venezuela hududiga zarba berdi. O'zbekistonga kelgan yaponiyaliklar soni 30 mingga yaqinlashdi. Uy ishlariga moslashgan robot yaratildi. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Andrew Tate va Chase Temor UFC jangi bo'lib o'tdi va Tate mag'lubiyatga uchradi. Artel Manchester City bilan hamkorlik qildi. Testosteron bo'yicha O'zbekiston birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. 2025-yil yer tarixidagi eng issiq yillardan biri bo'ldi. G'azo bilan bog'liq mojaroda vaqtinchalik sulh muzokaralari bo'ldi. Yevropa davlatlariga o'zbeklar borish muammosi kuchaydi. SpaceX va NASA kosmik hamkorlikni kengaytirdi. Call of Duty asoschilaridan biri avtohalokatdan vafot etdi. Bu yil Oscarni Anora filmi oldi. Yashash uchun eng qulay shahar reytingida Kopengagen birinchi o'rinni egalladi. Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyo sammiti Samarqandda bo'lib o'tdi. SpaceX to'liq
aniq orbital sinov parvozini amalga oshirdi. YouTube Shorts TikTokdan o'zib ketdi. Jahon atletika chempionati Tokio shahrida bo'lib o'tdi. Oltin to'pni Usmon Dembele oldi. Qizlar bo'yicha esa Aytana Bonmati oldi. 2025-yilgi eng mashhur messenjer WhatsApp bo'ldi. Yevropada yangi benzinli avtomobillarga cheklovlar qo'yildi. Telegram foydalanuvchilar soni 1 milliarddan oshdi. Xitoy AQShning 20 ta kompaniyasiga qarshi sanksiya kiritdi. Qrimda internet taqiqlandi. O'zbekistonda 9 oyda eng ko'p chaqaloq Samarqand viloyatida tug'ildi. O'zbekistonliklar sartaroshxonalarga 10 trillion so'mdan ko'proq pul sarfladi. To'qirovning dumaloq videolari Instagramda mashhur bo'ldi. Do'stlar, sizning 2025-yilingiz qanday o'tdi? Nimalar sodir bo'ldi va qanday natijalarga erishdingiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Bu barchaga birdek qiziq. Kelayotgan yangi yilingiz muborak bo'lsin.